Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz qadrdonlar, Yuksak Travel'ning Bag'dod Umra karvon jamoasi sizlarni yurtimizda Yangi yil bayram tantanalari bo'layotgan bir pallada qadim bayt qarshisida turib haqqalaringga duo qilib so'raydi. Barchalaringda mana bu yangi yilda yillaring barokatli bo'lishligini, kasb-korlaring Alloh rivoj berishligini, yil davomida tani jonlaring salomat bo'lishligini, barchalaringni Alloh ikki dunyo baxt saodatga yetkazishligini, qalblaringda o'ziga, kalomiga, rasuliga bo'lgan muhabbatlaringiz ziyoda bo'lishligini Allohdan so'rab qoladi. Inshaalloh bu yillaring eng go'zal yillardan bo'lishligini nasib etsin. Tez fursatlarda Alloh sababi moddiyatlarni yaratib, bu baytga kelib haj umralarni ado etishlikni barchalaringga nasib etsin.